Muhammed salom do'stlar. Mana xullas birinchi o'yinimiz. Mana bu o'yin. Mana ekranlarda chiqdi mana shu o'yin. Bu survival game o'yin. Bitta o'ynab ko'rdim. Sizlar new game ni bosasizlar. Yes. O'rgatadi. Chekada close so'zini bosadi. Ovozini sal balandroq pasaytiraman. Boshlanishi pichoq beradi. Yashab qolib mashina boltlardan mashina qurishni narsalar qilasizlar. Yerdan narsalar terasizlar. Odamlar nimagadir buna bo'ladi. Kenti buna qoldan qo'ygan ekan. Tosh, xullas narsalar yig'asizlar. Men yangi karta ochib yubordim. Birinchisi sinab ko'rdim o'yinda. Keyin sizlarga bitta narsa maslahat bermayman. U yoqda oq joyga kirishdi. U joyda maxluqlar ham bor ekan. Menga hujum qilib qolishdi. Narsalar terib yurib craft qilish mumkin. Craft bosasizlar. Keyin nima istayapsizlar? Nimaga qancha narsa ketishini ko'rsatadi. Pistolet har bir narsalar ko'rsatmaydi. Bu narsalar yasagandan keyin ko'rsatadi. Mana kerakli yerdan terasizlar. Kiyimlarga nima kerakligi. Bu shunaqa. Hamma yo'g'ini aytib qo'ysam o'yinni qiziqib qolmaydi. Bitta hozir. Mana shu narsalar lekin hamma yo'qda aytib qo'ysam o'yinni qiziqib qolmaydi. Bitta o'tincha pasla Minecraftga o'xshab ne qilib. Faqat uzoq vaqt oladi. Uraslar bo'ldi. Har bir turganlarga o'tin beradi. Nari tarafdagi uyga borib ko'rsanglar ham bo'laveradi. Va shu joyda videoni tezlashtirib uyga boramiz. Ketdik. Ketib qoldik. To'xtanglar, hozir bir narsani ko'rib qoldim. Mana qayerda mashinasi bor uy bor ekan. Mana uyda ko'rib keyin yoqqa boramiz. Video shu joyda like bilan bosib qo'yinglar. Nima bo'lsa kerak. Like bilan bosib qo'yinglar. Daxvalni. Sonrasiga mashina tegirsa ibrochlar ekan. Bu yoqda ko'rdim. Hozir baribir endi o'yinni hamma yo'g'ini aytib qo'ygan bilan o'yinni qiziq qolmaydi. Shuning uchun men ko'rgandan bir yuklagan yaxshi. Xabar nomeri o'ldirsa bo'lsa kerak uni. U ana suv chanqayslar ham bunda. Qani mashina bitta minib ko'raylik. Yo hali bizni urvinimiz mashina minishga ketmasmikin? Menimcha biz urvinimiz mashina minishga ketmaydi, chunki men rasmida ko'rgandim mashina minish mumkinligini. Ikkinchi o'yinga qani ketdik. İkinci oyunumuz bir simulyator. Yani arı simulyator. Xullas bu oyunda biz arıni hayotida yashaymiz. Gul teri asal arıni albatta, qovoq arıni emas. Gul teramiz inimizga borib asalga so'zi video davomida aytib beraman. Birinchisi ochiq dunyo, ikkinchisi jangli anaqa mod. Xullas jangli narsa qo'shiladi. Uchinchisi mana g'orga o'xshagan joy. Xo'p, bizda qolganlar yopiq. Birinchisiga kiramiz. Xo'p. Hozir internetsiz mutlaqo birinchi o'yin bilan ikkinchi o'yin. Bu yerda siz qanaqani tanlaysiz? Birinchisi bulutli havo, ikkinchisi ertalab ochiq kayfiyat desa bo'ladimi, shunaqa ochiq yorqin dunyo, uchinchisi kechqurun. Hop. Hozir kirish ham uncha sekin emas. Mana men 200 ta asal yig'ib qo'ydim. Chekkada 200 ta arning rasmi turibdi. O'sha hozir. Unchaki turganda arning rasmini bosib tursanglar tezlashadi. Gulni oldiga borib yopishib tursanglar o'zi oladi. Ari o'zi oladi.
Jirafani chaqib olsam. Jirafani chaqdim hozir. Jirafa yomon qaradi. Bura g'alati. Mashla yig'ib bo'lganlardan keyin inilarga borasizlar. Men jichcha yig'ib ko'rsatdim. Inilarga borib shu yozuvni bossanglar. Yo'qolsa hammasi yo'qqa beradi. Keyin borib tursanglar oladi. O'rganchimi? Ularga hujum qilish kerak, o'zimizni hududni qutqarish uchun. Hujum qilamiz. Rasmiy gapirgandan bu o'yinni bir o'ynab ko'rgan yaxshi. Keyingi modlarni ochib, keyingi rejimlarni ochib ko'rgan yaxshi. O'zingiz o'ynab. Qani 3-chi o'yinga ketdik bo'lmasa. 3-chi o'yinni eslatib qo'yishim kerak. Internetli o'yin. Uchala o'yindan mana bunaqa bobeza davridan olib ketgan telefonda ishlaydi. Multiplayer, sandbox, tipa chiqib turgani ishlamaydi. Katta survival turibdi-yu. O'shani ustiga bitta bossanglar o'zi kiradi. Hozir men picha o'ynadim. Boshdan mashina hozir musurlar, axlatlar oqib yurgan bo'ladi. U hozir bizga yaqinroqda emas. Boshda oldingizda bo'ladi. Ketdi, bunday qo'lingizda olib olasiz. Keyin pastdan unda o'tiribdi. Endi rasm bor. O'shanga bitta bosib mana narsalar resurslar yig'ib olganingizdan keyin boshqa narsalar yasaysizlar. Hop. Yasaysizlar. Mashina qo'limdagi narsani yasaysizlar. Narsa uzoqda bo'lsa bitta otib ilib olasizlar. Bu ochish uchun shuni chekka turgan narsa bormi mana shu narsa. Buni bosasizlar. Suvga tushib ketsanglar, lekin akulaga yem bo'lasizlar. Akula sirraz oldinglarga keladi, suvga tushib ketsanglar. Shu narsalar qilib turib, yo'lga kirib, masalan, 3-marta mana shu narsani yasab olishim. 3 marta, 3 ta bo'lib ketdi. Shu narsani yasaysizlar. Endi ikkinchi qarmoq bor. Baliq tutsanglar bo'la, boya yasovdim. Mana bitta bosasizlarda tashab turib, bitta ustiga bosasizlar, shunchalik tez baliq chiqadi bizda. Shunaqa zo'r o'yin ekan bu. Baliqni bosamiz. O'shani bossanglar yeb qo'yadi. Eklama. Yo'q, shart emas. Xullas, shuni o'yin, buni ham ming gapirgandan bir o'ynab ko'rgan yaxshi. Bu qiziq o'yin. Yut. Nima qilish kerak, yut. Mana urasizlar, yut. Suvga tushib ketdi yag'ajib. Menga kelib turib, xullas o'tinglar evaziga mana narsa yasaysizlar. Mana, katta jon qoldim. Mana buni ham ming ko'rgandan bir o'ynab ko'ringlar. Bu lekin internetli o'yin. Xayr, bu top 3 ta o'yinimizni tugatdik. Xayr, iltimos like va buni bosib qo'yinglar. Kommentariyaga keyingi qanaqa simulyator bo'lishini yozib qo'yinglar. Jangovarmi, otishmami? Shunga o'xshash. Xayr, sog' omon bo'ling.